3-chi bob. Shundoq ekan, ey, manga o'xshash erishga chaqirilgan, Xudoga atalgan qarindoshlar, o'zimiz e'tirof qilgan Xudoning elchisi va bosh ruhoniysi bo'lgan Ayso Masih to'g'riliq o'ylanib ko'ringlar. Xuddi Musa payg'ambar Xudoning oilasida xizmat qilganda, Xudoga sodiq bo'lgandek, Ayso Masihmu o'zini tayinlab, xizmatga qo'ygan Xudoga sodiq bo'ldi. Lekin öy salg'uvchi, o'zi sağan öydünmü ortiq, maqtinishqa sazavar bo'g'nidek, Ayso Masihmu Musa payg'ambardan ortiq shon sharafga loyiqdir. Albatta, hamma uyning barpo qiluvchisi bordir. Bütün mavjudotning barpo qiluvchisi bo'lsa, Xudodir. Musa payg'ambar bir xizmatkor bo'lish salohiyati bilan Xudoning oilasida sodiqlik bilan xizmat qilgan. Uning xizmati bo'lsa, Xudoning keyingi vaqtlarda oshkorilmoqchi bo'lgan haqiqatlariga zemin hozirlashdan iborat edi. Lekin Ayso Masih bo'lsa, o'g'il bo'lish salohiyati bilan Xudoning oilasini sodiqlik bilan boshqurdi. Agar biz jasoratimizni va iftixorlanadigan umidimizni oxirgacha davomlashtirsak, Xudoning ashu oilasiga tava bo'lgan bo'lamiz. Shunga muqaddas yozmalarda muqaddas ruhning deginidek, bugun Xudoning ovozini anglag'ininglarda ajdodlaringlar Xudoga osiylik qilgan va cho'lda uni sinagan kunlardikidek johillik qilmanglar. Gerçi ajdodlaringlar qilganlarimni udda 40 yilgacha ko'rgan bo'lsa-mu, yanila mening sabr toqatimni sinagan edi. Shuning uchun u zamonning kishilariga g'azablandim va dedimki, ularning qalbi mendan yiroq. Mening yo'limni tushunmaydi. Shunga g'azablanganimda, qasam qilganimdek, ular oromligimdan hargizmi bahramon bo'lolmaydi. Ey qarindoshlar, har qaysinglar qalbinglarning yomon niyat va e'tiqodsizlikqa to'lib, mangu hayot Xudodan yuz o'rmasligiga diqqat qilinglar. Hech qaysinglarning qalbining gunohining ozdirishi bilan johillashmasligi uchun bugunla bo'ladigan bir-biringlarni rag'batlantiringlar. Dastlabdagi ishonchimizni bo'shashtirmay, oxirgacha davomlashtirsaqlar, Ayso Masih bilan billa hammadan o'rtaq bahramon bo'lamiz. Yuqorida aytilganidek, bugun Xudoning ovozini anglag'ininglarda ajdodlaringlar Xudoga osilik qilgan kunlardagidek johillik qilmanglar. Xudoning ovozini anglab turib, uningga osilik qilganlar kimlar edi? Musa payg'ambar g'albilik holda Misrdan elib chiqqan ashu Isroillarning hammasi emasmi? Xudo 40 yil kimlarga g'azablandi? Yanıla shu gunoh o'tkazib, jasadlari cho'lda qolganlarga emasmi? Xudo kimlarni o'z oromligidan bahramon qilmaslikqa qasam qildi? Xudoga itoat qilmaganlarni emasmi? Bulardan ko'rib olalaymizki, ular e'tiqodsiz bo'lganligi uchun Xudoning oromligidan bahramon bo'lolmadi.